Xo'sh, barchaga salom, aziz do'stlar. Bu videoda biz yana RSI indikatori yordamida mening eng sevimli strategiyamdan foydalanib, $10 dan $1000 gacha borishga harakat qilamiz. Va bu videoda siz ushbu strategiya yordamida qanday savdo qilishni, ushbu strategiya yordamida eng yaxshi kirish nuqtalarini qanday topishni va men $10dan $1000gacha otishim mumkinligini bilib olasiz. Shuning uchun ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling va siz ushbu strategiyadan foydalanib o'zingiz savdo qila olasiz. Va oldingi videolarda men savdolarni 15 soniya davomida ochganman. Ushbu videoda men savdolarni 5 soniya davomida ochaman va har bir savdo bilan xavfni oshiraman. Xo'sh, keling 5 soniya va tranzaksiya miqdorini $10 deb hisoblaylik. Demak, bizni o'rnatdik. Grafik turi shamdon va interval 5 soniya. Keling, grafikni tahlil qilaylik. RSI ko'rsatkichi. Lekin avval uni olib tashlaylik, keyin uni sozlashimiz kerak bo'ladi. Shunday qilib, va mening Telegram kanalimni ham unutmang. Men o'z jamoam bilan kundalik savdo sessiyalari hisobotlarini Telegram kanalimda joylashtiraman. Lekin savdo sessiyasining so'nggi hisoboti to'qqizta ijobiy savdo bilan yakunlandi. Aytgancha, men va jamoa VIP kanalida ish kunlari kuniga 2 marta va dam olish kunlari kuniga 1 marta savdo qilamiz. Men shuningdek Telegram kanalimda hayotimni baham ko'raman va muntazam ravishda sovg'alar o'tkazaman. Va mana oxirgi qur'a tashlash haqidagi hisobot. Mana g'olib $1000 oldi. Men shuningdek savdoni yangi boshlovchilar uchun bepul o'quv materiallari yaratdim. Bu shuni anglatadiki, VIP kanal ham, o'quv materiallari ham mutlaqo bepul. Agar siz o'quv materiallari va VIP kanalga kirishni xohlasangiz, shunchaki mening kanalimga kiring, kanalning o'ziga oting va mana mening kontaktim. U yerga menga yozishingiz mumkin. Men sizni butunlay bepul o'quv materiallari va VIP kanalga qo'shib qo'yaman. Biz shamlarimiz 5 soniya oralig'ida juda tez harakatlanayotganini ko'rmoqdamiz. Va biz juda tez reaksiya ko'rsatishimiz va bitimlarni juda tez ochishimiz kerakligini ko'rmoqdamiz. Xo'sh, keling, kirish nuqtalarini izlash uchun valyuta juftliklarini sevimlilarga qo'shamiz. Bu strategiya bo'yicha biz juda tez almashinishimizga to'g'ri keladi. Endi keling, RSI indikatorini sozlaymiz. Mana bu yerda 70 dan 85 ga, bu yerda esa 30 dan 15 ga o'zgartiramiz. Va saqlash tugmasini bosamiz. Endi RSI indikatori sozlandi va endi kirish nuqtalarini izlash mumkin. Hozir ko'rib turibmizki, narx haddan tashqari sotib olingan hududdan qaytdi. Ya'ni haddan tashqari sotib olingan daraja bizda 85, haddan tashqari sotilgan esa 15. Ko'rib turibmizki, narx haddan tashqari sotib olingan hududdan qaytdi va 50 darajasigacha yetib keldi. Narx ham juda tez bu darajadan sakrab chiqadi. Shuning uchun siz bunga e'tibor berishingiz kerak. Va endi narx 50 darajaga yetishi bilanoq kirish nuqtasini qidirish mumkin bo'ladi. Shunday qilib, biz tuzatishsiz juda uzun pastga siljish harakatiga ega ekanligimizni ko'rmoqdamiz. Shuning uchun biz 5 soniya davomida oshirish uchun bitimni ochamiz. Demak, kelishuvimiz yaxshi ketyapti. Qoldiq $17 va 10 sent. Shunday qilib, biz yana $17 ga yana bir bitim ochamiz va narx yana ko'tariladi. Va biz yana kelishuvimizni qaytarib oldik. Balansda allaqachon $29 bor. Shunday qilib, biz oshirish uchun yana bir bitimni ochamiz. Shunday qilib, biz yana bir bor kelishuvimizni qaytarib oldik. Demak, bizning balansimizda allaqachon $49 bor. Xo'sh, demak, biz ochamiz, boshqa valyuta juftligiga otamiz, boshqa kirish nuqtasini qidiramiz. Demak, bu yerda narx 50 darajasida juda uzoq vaqt tebranib turibdi. Shuning uchun biz pasayish uchun bitim ochamiz. Chunki ko'ryapmizki, narx avval 50 darajasiga ko'tarildi, keyin esa undan orqaga qayta boshladi va bitimimiz ishonchli tarzda muvaffaqiyatli bo'ldi. Balansda allaqachon $94 bor. Strategiya haqida qisqacha to'xtalib o'tsam. Ya'ni hozircha tranzaksiya miqdorini belgilaylik. Agar bizning narximiz haddan tashqari sotib olingan darajaga, ya'ni bu holda 85 ga yaqinlashsa, biz bitim ochamiz. Bu yaxshi lahza. Keyin biz teskari yo'nalishda, ya'ni pastga qarab bitim ochamiz. Shunday qilib, bitim buzilish darajasida yakunlandi. Hammasi joyida, shu bo'ladi. Agar bizning narximiz ortiqcha sotilgan darajaga yetsa, bu holda u 15 ga teng bo'lsa, biz yuqoriga qarab savdo qilamiz. Ya'ni narx bu darajadan tushiriladi. Shunday qilib, biz oshirish uchun bitim ochamiz. Narximiz pasayib borayotganini ko'rmoqdamiz. Ortiqcha sotilgan darajaga yaqinlashdi va yuqoriga ko'tarildi. Biz kelishuvga erishdik. Qoldiq allaqachon $180 ni tashkil etgan edi. Demak, bizning narximiz o'rtaga, ya'ni 50 ga juda yaqin ekanligini ko'rmoqdamiz.
Lekin keling, yana bir lahzani topaylik. Xo'sh, mana yaxshi fikr. Narx haddan tashqari sotib olingan darajaga yaqinlashayotgani sababli siz hozir savdoni ochishingiz mumkin va endi siz sotish savdosini ochishingiz mumkin. Biz endigina pastga qarab harakatlana boshlayapmiz. Ajoyib. Qoldiq allaqachon $346 tashkil etadi. Biz uni yana ochamiz. Keyingi tranzaksiya miqdorini $346 ga o'rnatamiz. Lekin sizga eslatib o'taman, buni hech qachon qilmasligingiz kerak, chunki bu juda katta xavf. Men sizga depozitingizning maksimal 5% miqdorida savdolarni ochishingizni maslahat beraman. Shunday qilib, biz yana bir bitim ochdik va bu yerda nima bo'layotganini ko'rib chiqaylik. Kelishuvimiz amalga oshdi va balansimizda allaqachon $664 bor. Ajoyib. Xo'sh, keling, uni aniq mingga o'rnataylik. Xo'sh, qancha bor? Endi sanab ko'raman. Xo'sh, 500 bo'lsin. Shunda bizda aniq 1000 ta bo'ladi. Shunday qilib va biz shunday ochamiz. Biz pasayish uchun bitim ochamiz. Narx haddan tashqari sotib olingan darajaga yaqinlashdi va pastga sakradi. Shunga ko'ra biz kelishuvni qabul qildik. Biz $10 dan $1024 gacha borishga muvaffaq bo'ldik. Ajoyib natija. Hozircha shu, aziz do'stlar. Tomosha qilganingiz uchun barchangizga rahmat. Izohlarda va tavsifda mening Telegram kanalimga havola. Tomosha uchun rahmat va xayr.